Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Fikrat tahlil dasturining navbatdagi soni efirda ko'rsatuvlarimiz boshida biz aziz ustozlarimizni bayramlari bilan tabriklaymiz. Haqiqatan bugun ajoyib bayram, chunki ustoz bu juda ham muhim. Inson kamoloti, umuman vatan rivojlanishi yo'lidagi eng muhim ishtirokchi, asosiy ishtirokchi ustoz. Demak, bugun ustoz va murabbiylar kuni bilan barchangizni chin qalbimizdan tabriklaymiz. Chunki sizlar o'zi shu kasb sohasida ham kam emassizlar. Million, Abbosbek million ekan. Men rasman hisoblab chiqqanim 850 ming chiqdi. Va hozir aytib beraman, 850 ming bu hazilakam raqam emas. Mana hozir umumta'lim hammasini hisoblab chiqsam, jami 850 ming odam chiqdi. Demak, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida 188 ming, umumta'lim muassasalarida 591 ming, akademik litseylarda 3 mingdan oshiq, kasb-hunar maktablarida 10 ming, kollejlarda 2 mingdan oshiq, texnikumlarda 5 mingga yaqin, oliy ta'lim tashkilotlarida 50 ming. Va bu yerda o'quv markazlarini qo'shmaganmiz, tasavvur qiling. Mana endi minglab o'quv markazlaridagi o'qituvchilarni agar hisoblasak va bundan tashqari o'zlari alohida repetitorlik qilayotgan o'qituvchilarni olsak va hokazo alohidalarni hisoblasak millionda. Biz mana hozir rasman statistika qo'mitasidan olgan ma'lumotlarimiz bo'yicha 850 ming nafar pedagog xodimlarimiz bor ekan. Bu 38 million xalqni ichida 38 millionni 1 millioni bizni ustozlarimiz ekan. Demak, biz ularni chin qalbimizdan tabriklaymiz. Ustozlar doim e'zozda bo'lishi shart. Shart. Boshqachasi mumkin emas. Ustozlar e'zozda bo'lishi shart. Ayniqsa bugungi kunimizda, ayniqsa. O'zi har doim, lekin bugun juda zarur. Nega? Chunki bugun globalizm davrida yashayapmiz. Hali butun dunyo bir katta bir qishloqqa aylanib qolgan. Turli g'oyalar hammasi bir-biriga ta'sir qiladigan. Millatni o'zligiga yaxshi va yomon ta'sirlar bo'layotgan vaqtda ustozlarni qadrlash kerak, ularga hurmat ko'rsatish kerak, ularni xafa qilmaslik kerak. Buning ustiga bu yog'i sun'iy intellekt davri. Agar bugun ustoz hurmat qilinmas ekan, sun'iy intellekt o'rgatib qo'yadi. U esa nimani o'rgatadi? Xudo biladi. Demak, ustozlarni hurmat qilish shart va barchangizni mana shu bayram bilan tabriklaymiz. Abbosbek, assalomu alaykum, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Endi bugungi mavzuyimizni qarang, mana bugun padarkush hozir aytishlari mumkin. Shunday bayramda ham shunday nom qo'yasizlarmi? Aslida ustozni qadriga yetmasang, padarkushlar ko'payadi. Shundaymi? Albatta. Avvalo aynan Behbudiyning asari padarkushni asl mazmunida ham xuddi mana shunday narsa yotadi. Bu haqida hali suhbat davomida gaplashamiz ko'p. Aynan ilmsizlik, millatni ilm ma'rifatdan ziyodan yiroq bo'lishi qanday illatlarga olib kelishi mumkin, uni fojialari ko'rsatib berilgan qaysidir ma'noda albatta. Mana shuning uchun ham padarkush asari nomi qaysidir qo'rqinchli eshitilishi mumkin quloqqa. Lekin asar haqiqatdan ham millatni ilmsizligi uni fojiasiga aylanishi mumkinligini ochib bergan. Rahmat. Demak, hurmatli muxlislar, biz bugun Behbudiy hazratlarining padarkush asarlari haqida suhbatlashamiz. Buning uchun studiyamizga doimiy ekspertimiz Abdulla Avloniy nomidagi pedagogik mahorat milliy instituti mutaxassisi Abbosbek Mo'minovni taklif qilganmiz. Uni avvalgi ko'rsatuvlarimizdan yaxshi taniysiz. Abbosbek, yana bir bor xush kelibsiz. Demak, o'tgan safar siz bilan biz ko'rsatuvdan keyin suhbat qilgan edik. Mana shu padarkush asarini gaplashishimiz kerak ekan deb muxlislarga bir murojaat qilib qo'yardik. Agar padarkush asarini o'qiganlar va yodida bo'lganlar. Chunki hammamiz yoshligimizda o'qiganmiz buni, maktablarda o'qiganmiz. O'qiganlar va mazmuni hali ham yodida borlar izohlarda qoldirsangiz, hozir onlayn izoh taxminan bilishimiz uchun, ya'ni qancha odam buni haqiqatdan bu asarni bugun ham biladi. Abbosbek, bu birinchi asar hisoblanadimi yoki? Xo'p, agarda o'zbek drama, teatr san'atining shakllanish tarixiga, xronologiya bo'yicha qaraydigan bo'lsak, o'tgan dasturda ham bir og'iz aytib o'tgan edik. Bu narsani birinchi sahna asari sifatida ba'zi adabiyotshunoslar, xususan aynan Cho'lpon domlani maqolalari orqali bilishimiz mumkin. Mahramlar pyesasi haqida gapiriladi. Abdurauf Samadov qalamiga mansub, shahidiy taxallusi bilan ijod qilgan. Uni Mahramlar degan asar yozgan. Bu asarni birinchi asar sifatida, drama sifatida bilishadi. Va u qo'yilgan. Va uni bugungi kunda nega aynan padarkush
Mahramlar emas, Padarkush birinchi tragediya, birinchi sahna asari sifatida o'zbek hayotida olinadi. Cho'lpon domlani agar fikrlar e'tibor qiladigan bo'lsak, mahramlar ko'p o'yinli, ya'ni o'z-o'zidan tomoshabob asar edi va lekin o'sha ba'zi bir jirkanch holatlari ochiq oydin bayon qilinganligi uchun xalqning uncha yuragiga yetib bormagan, sahna u qadar ko'tarmadi. Bu Cho'lpon domlani mulohazalari. Va lekin 1935-yilda Miyon Buzruk Solihovni O'zbek teatri tarixi uchun materiallar degan kitobi chiqqan. Shu kitobda aytadiki, Mahramlar asari aynan Samadovni bundan oldin yozilgan tatar tilida yozilgan O'liklar degan asarini tarjimasi deydi. Ya'ni boshqa bir tilda yozilgan asarni shunday bir tarjimasi deb beradi. Original deysham demak qiyin. Shunday deb beradi. Va bu asarni 1911-yilda yozilgan, ya'ni Padarkushdan 1911-yilda yozilgan, lekin uni kitob holida nashr qilinishi 1913-yilda. Unga to'xtalamiz. 1911-yilda yozilib nashr qilingan, Namanganda Isoxon To'rayberdi domlaning matbaasida nashr qilingan degan ma'lumotlari bor. Lekin aynan 1911-yilda nashr qilingan nusxasi topilmagan shu vaqtgacha. Hozirda Sankt-Peterburgda ommaviy kutubxonasida 1912-yil yili bilan berilgan nusxasi saqlanadi. Padarkushni. Yo'q, mahramlarni. Hozir bizga ma'lum bo'lgan aynan 1912-yil nashr qilingan, ya'ni Padarkushdan keyin. Padarkush yozilganidan keyin. Mana shu faktlarga asoslangan holda biz aynan Padarkushni xronologik tartibda ham boshqa sabablar bilan ham birinchi o'zbek tragediyasi, birinchi sahna asari sifatida bilamiz. Va u sahnaga olib chiqilgan. Aynan Padarkush 1911-yilda yozilgan bo'lsa ham, senzura natijasida o'sha davrda senzura juda kuchli bo'lgan. To'g'ri 1907-yildan ozgina senzura yumshagan, lekin baribir bor edi, chunki Behbudiyni boshqa faoliyati bilan olib qaraydigan bo'lsak, Oyna jurnali ochishi, Samarqand gazetalarini ochishida senzuraga uchragan. O'sha davrda qoida bor edi. Agar asar yoki umuman matbuot janridan nima bo'lishidan qat'iy nazar rus tilida bo'ladigan bo'lsa, agar 2 hafta, 2,5 hafta ruxsat berilgan uni ochilishi, nashr qilinishi uchun. Rus tilida bo'ladigan bo'lsa, boshqa kategoriyalar ham bo'lgan, yoshi, qanchada toboq bo'lishi, boshqa. Agarda o'zbek tilida, rus tilida bo'lmasa, o'zbek tilida yoki faqat fors tilida yoki tojik umuman tilida bo'ladigan bo'lsa, 2-2,5 oydan oshiq muddatdagina ruxsat berilgan. Lekin Padarkush 2 yil muddatga kechikdi. 1911-yilda yozildi. Shunda ham 1913-yilgacha senzura natijasida bosilmadi va 1913-yilda Behbudiyni qanaqadir topqirligi deymizmi, Borodino jangini, o'sha mashhur fransuzlar bilan Rossiya o'rtasida bo'lgan jangni bag'ishlab, Borodino jangi va Rossiyani fransuzlar istibdodidan ozod bo'lish yubileyi munosabati bilan degan kirish so'zi bilan yozadi va nashrdan o'tkazadi senzuradan. O'sha vaqtda juda avjiga chiqqan edi. Bir oq podshoga yoki uni oila a'zolariga, boshqalariga hamdlar berib, asarni boshida senzuradan o'tkazish. Behbudiy esa bu yo'lni tanlamadi. Juda ham bir aqllilik bilan tanlagan. Borodino jangi, Rossiya fransuzlar bilan urushi va xuddiki Rossiya istibdodidan xalos bo'lgan, fransuzlar istibdodidan xalos bo'lgan Rossiyani ga bag'ishlangan va Rossiya istibdodi haqidagi Turkiston hududi haqidagi maqola. Asar. Juda ham bir ichki mayda detallargacha e'tibor berganda, Behbudiyni bu topqirligi, qaysidir ma'noda juda aniq to'g'ri yo'l tanlaganligi. Ya'ni bu asarni yozilishidan oldin qandaydir bir aytadiki qaldirg'ochlar mana shunday bo'lgan, ya'ni nimalardan keyin yozildi degan masalalar haqida yoki bu asardan oldin u hikoya edi yoki bir qancha hikoyani birlashtirib oxiri asar bo'ldi yoki bunga mana bu masala jiddiy ta'sir qildi. Shu asardan oldingi vaziyat haqida bizda ma'lumot bormi yoki bunga endi bir necha misollar keltirish mumkin. Qanaqadir Behbudiy o'zi faoliyatini ma'orifdan boshlagan, sohasidan va keyinchalik siyosiy jarayonga kirdi. Masalan, Turkiston muxtoriyati 1917-yilda tashkil etilgan bo'lsa, Behbudiy 1907-yilda Dumaga, musulmonlar firqasiga muxtoriyat loyihasini taqdim qilgan. Ya'ni o'zi siyosiy faoliyatini boshlagan, ma'rif sohasida ham boshqa sohalarda va keyinchalik 1910-11-yillargacha o'tgan muddatda o'zini siyosiy faoliyati qanaqadir unchalik natija bermadi. Qaradiki, faoliyati o qadar yaxshi ketmayapti va xalqni endi boshqa yo'l bilan uyg'otish kerak. Boshqa tomondan harakat qilish kerak va buning uchun bizda mumtoz an'analarda tragediya janri bu yangilik edi.
endigina kirib kelayotgan, lekin juda ham o'sha davrda qo'l kelardi. Aholiga ko'rsatish orqali nimalarni aytish, o'rgatish va Behbudiy mana shu yo'lni tanladi. Padarkush piyesasini yozish orqali xalqqa yetkazish, o'zlariga oyna tutish orqali o'zining fikrlarini bayon qilishdi, yo'lini tutdi. O'zi Behbudiy 1909-yilda Ehtiyoji millat degan maqola yozadi. Ehtiyoji millat degan maqolasida aytib o'tadi. Juda ko'p narsalar bizga qaysi soha vakillari kerak, bugun holatimiz qanaqa, o'sha oddiy bizga huquqshunoslar kerak bugun deydi. Bizga oddiy buxgalterlar kerak deydi. Boylarimizning pullarini hisob-kitob qilib beradigan, to'g'ri yo'lga sarflashga yordam beradigan buxgalterlar va hokazo kerak va yana bir aytadiki, bugun jamiyatni isloh qilish uchun ikki toifa inson zarur bizga. Bular bugungi zamonni ilmlaridan xabardor bo'lgan ulamoi diniya, ya'ni din vakil va dindan xabari bo'lgan bugungi zamon kishisi. Agar mana shu ikki toifa inson bo'lsagina, birlashsagina bugungi jamiyatni isloh qilishi mumkin, mamlakatni qoloqlikdan olib chiqishi mumkin deydi va Behbudiyning o'zi shunday inson edi. O'zi muftiy darajasidagi edi, fatvo berish darajasidagi darajaga ega bo'lgan inson edi va bugungi zamon ilmlaridan dunyo ko'rgan inson edi. O'sha Behbudiyning 3 sayohati degan nimamiz bor. Haj safariga borish, 25 yoshida haj safariga boradi. Undan so'ng ham yana sayohatlari bor. Dunyoni ko'rdi, islom mamlakatlarini o'sha davrda yuksalganini ko'rdi. Suriya, Misr hududlariga bordi, Bayrut universitetiga bordi. Jarayonni ko'rdi. Turkistonni holati bilan solishtirib ko'rdi va bu mamlakatni istibdoddan olib chiqishni o'zini zimmasiga oldi. Va mana shu bir qancha sabablar bilan aynan mana shu Padarkush piyesasi dunyoga kelgan. Keyinchalik. Haqiqatan jadid muftiy. Keyingi davrlarda, bugungi kunimizda ham ayrim hollarda jadidlarni qandaydir dinga qarshi qo'yish yoki diniy ulamolarni juda ham bir kamsitishga harakatlarini ko'ramiz, lekin bunday olib qarasangiz, biri muftiy, biri Abdurashid qori, biri qori, biri muftiy. O'zi aslida din va dunyoni bir ushlagandagina o'zi rivojlanish bo'lgan aslida. Mana kecha biz Zavqibek bilan suhbatlashdik, Abbosbek. Qiziq bir holat. Aynan 16-asr, 17-asrlarda shunday bir masala ketdiki, bizda madrasalarda urg'uni asosan diniy fanlarga berilgan degan bir masala ketdi-da va dunyoviy fanlar qolib ketdi degan. Shunda biroz men e'tiroz bildirdim. Men aytdim, agar diniy fanlarga urg'u berilgan bo'lsa 16-asrdan keyin, 17-asrlardan dunyoviy fanlarni yig'ishtirib qo'yib faqat diniy fanlarni o'qitilgan bo'lsa, qani Buxoriylar, qani Termiziylar o'sha davrda, qani Moturudiylar, 16-17-asrdan keyin qani bunday ilm, hali diniy ilmi bo'yicha hali dunyoga namuna bo'ladiganlar yo'q-ku. Demak, gap u yerda diniy ilmlarga e'tibor berilgandan emas, umuman ilmga e'tiborsizlikdan. Va qaysidir ma'noda diniy ilmlarni to'g'ri yo'lda o'qitish. Albatta. Mana shu yerda aytib ketaman, bilamiz, Samarqand, Buxoro to mana bugungi kungacha ham islom ilmining markazlari hisoblanadi. Buxoro qubbatli islom asli. Ammo Behbudiy o'z bir maqolasida yozadi. Buxoroga borib ta'lim olganligi haqida. U samarqandlik bo'lgan, Baxshtepada tug'ilgan. Buxoroga borib madrasalarda ta'lim olgani haqida yozadi va Buxoroni diniy ulamolarni, ba'zi diniy ulamolarni qattiq tanqid qiladi. Buxorodan ko'nglim sovidi deydi. Ya'ni ularni o'ta mutaassibligi, radikalligi, to'g'ri fikrlamasligi, hamma narsani o'z yo'llarida, dinni ham kerak bo'lsa, o'z manfaatlari yo'lida ishlatishlari, boshqa masalalarni aytib, diniy mutaassiblarni tanqid qiladi. Shuning uchun aytiladi-ku, hali dinga munosabat bildirayotganda dindorlarga qarab emas, dinni o'ziga aytiladi-da, ya'ni ularga qarab shunday ekan deb ketilmaydi. Chunki har davrda, albatta, har bitta sohada yaxshi yomon toifa bo'ladi-da, baribir olib qaragan bo'lsak. Masalan, Buxoriy shunday olim insonni haydashganlar. Shunday. Nima deysiz endi mana? Buxorodan haydashgan. Buxoriyni Buxorodan haydashgan. Ya'ni nima deyish mumkin? Albatta. Demak, endi Behbudiyga qaytamiz yana. Nega aynan ilmni targ'ib qilish, ustozlar alohida e'tibor qaratish va ta'limgina mamlakatni mustaqil va rivojlangan bo'lishida asosiy omil, ya'ni ta'lim eng asosiy omilligini aytish uchun nega aynan Padarkush obraziga murojaat qilyapti Behbudiy hazratlari? Abbosbek, sizningcha nega aynan Padarkush obrazi olinyaptiki va bu yerda mana Padarkushni o'qiydigan bo'lsak, bu yerda o'sha ulamoning borligi, ziyolining borligi va oxir endi biroz oldinga o'tib ketib aytamiz. Masalan, o'sha asarning so'ngida
domlaning aytishlarida gaplari. Mana siz o'rgatmadingiz, ta'lim bermadingiz, xo'jayiningiz ham bunga qaragani yo'q, boyni aytyapti. Boyni ayoliga. Mana oxir-oqibat shunga olib keldi deb, ya'ni bilyapmizki, asosiy mavzu bu yerda ta'lim to'g'risida, ta'lim tarbiya to'g'risida ketyapti. Va bunda aynan Padarkush obraziga murojaat qilyapti. Agarda bu asarni ketma-ket ich-ichini tahlil qiladigan bo'lsak, bitta jihat bor. Birinchi o'rinda asar boshlanishidan izchil davom etamiz. Boy bilan mullani suhbatlari bor, domlaning suhbati. Mulla kelib aynan boyga o'g'lingizni qayerda o'qitasiz? Yangi maktabdami, eski maktabdami? Hech qaysi o'qimaydi. Uy ta'lim berasizmi? Yo'q. Unda nimaga qanday hech yo'q diniy ta'lim berarsiz? Chunki diniy ta'lim farz, sizga ham savob keladi. Yo'q, o'qitmayman, chunki o'zim 5 vaqt namozni ba'zi duolar bilan bilaman. Kerak bo'lsa shuni o'qitib qo'yaman, yetadi, deydi. O'sha payt Toshmurod kirib keladi. Toshmurod yo'qlaysiz, besalom. Juda eslatib ketaylik, bu o'g'li. Boyning o'g'li Toshmurod kirib keladi. Boyning o'g'li Toshmurod. Toshmurod kirib kelib, besalom holatda qo'pollik bilan otasidan pul so'raydi, o'zining maishati uchun. Tungi maishati uchun pul so'raydi va pul olib chiqib ketadi. O'sha paytda domla sekingina boshini silkitib qo'yadi. Juda e'tibor qiladigan kichkina narsa bor. Bu xuddiki domla mana shu holatni qanaqa fojialigini oxirini ko'rib turgandek, astagina boshini silkitib qo'yadi. Yaxshi bolalar, hozirgi yoshlar, nafaqat Toshmurod emas, Toshmurod orqali hali bu jamiyatdagi yoshlar bolalarni nima fojialarga olib borishi mumkinligini qaysidir ma'noda bir belgi sifatida bergandek bo'ladi. Bu o'sha Toshmurod o'sha vaqtdagi 15-17 yashar bolalar taxminan. Va Padarkushda keyingi qismida Ziyoli bilan suhbat bor. Ziyoli ham o'zining jadid obrazi, ya'ni Ziyoli. Unga ham boyga bolasini o'qitishni beradi, boy quloq solmaydi, boshqa bo'ladi. Va asarda shunday narsa bor. Buni chet ellik olimlarni ba'zi bir tadqiqotlaridan aytib o'tilgan, ular boshqacharoq yo'nalishda qilingan Padarkushning nomlanishi borasida ozgina fikrlar bor. Nega? Ba'zilar aytadi, Padarkush nomlanishida ozgina g'alazlik bo'lishi mumkin, endi tushunish mumkin, chunki boydan bolasi o'ldirmadi-ku degan gaplarni gapirishadi. Bu yoqda boshqa chuqurroq ma'nolar bor. Qarang, Toshmurod ziyofatda o'sha maishatda o'tirganda uni sheriklari uni majburladi. Uni bolasini o'ldirishga otasini Davlat degan yigit majburlaydi va Davlat majburladi, Toshmurod boyning o'g'li, lekin boyni boshqa bir tangri qul o'ldirdi. Ya'ni na Toshmurod o'ldirdi, na boyni tunashga o'rnat bo'lgan Davlat o'ldirdi, na tangri qul o'ldirdi. Bu yerda Padarkush o'zi kim degan savol tug'iladi. Ya'ni Padarkush aslida kimlar? Bu savol yevropaliklarda tug'ilishi mumkin. Yo'q, Padarkush biz savol tug'ilyapti. Padarkush o'zi kim? Xo'p, boyning o'g'limidi? Umuman mavhum narsa paydo bo'ladi bu yerda. Ya'ni bu yerda boy obrazi, qaysi ma'noda Turkiston obrazi. O'sha davrdagi Turkiston. Ozgina qoloqlikka, ozgina g'aflatga botgan Turkiston obrazi. Toshmurod Turkistonning yoshlari, ziyolilar, mullalar Turkistonni uyg'otmoqchi. Bolalaringni o'qit, bolalaringni ziyoli qil, shu orqali o'zingga ham manfaat bo'ladi deyapti, lekin Turkiston aholi quloq solmayapti. Va qaysi bir boshqa qo'llar orqali, zimdan qo'llar orqali Turkiston o'ldirilyapti qaysi ma'noda. Va yana bitta jihat bor o'sha davr paytda. O'ldirilgandan so'ng boy o'ldirilganda Tangriqul o'ldirdi Toshmurod bilan birgalikda, lekin umuman 3-shaxs bo'lgan bir pristav kirib kelyapti-da. Hukmni qilib Toshmurodni olib ketyapti. Umuman aloqasi yo'q bo'lgan, ya'ni bu yoqda Turkistonda farzandlar bir bilan jiqqamush bo'layapti. 3-odam keladi. 3-qayerdan bir odam kelyapti. Shunchaki bir hech kim emas, u boshqaruvchi, lekin boshqa millat vakili u. Pristav kelib turib, ularni olib ketib qamayapti. Agarda buni tahlil qiladigan bo'lsak, ich-ichida juda katta ma'nolari bor. Behbudiy har bitta so'zga, har bitta obrazga katta ma'nolarni yuklaydi. Ismlarga e'tibor qilamiz mana shu o'rinda. Boyning o'g'lining ismi Toshmurod. Murod niyat degani. Misol Toshmurod, toshdek qattiq niyat. Boy nima orzular bilan farzandni dunyoga keltirgan? Murodiga yetdimi? Yeta olmadi. Davlat obrazi Toshmurodni yomon yo'lga boshladi. Davlat bu faqatgina boylik ma'nosida emas. Bu xirsga davlat, qaysidir ma'noda o'zini nima deydi, yomon xislatlariga davlat. Nafs. Tangri qul. Boy farzandini o'qitmayapti, jaholatga botyapti va Tangrining quli tomonidan o'ldirilyapti. Ya'ni ilmsizlik kerak bo'lsa, Xudo tomonidan ham kerak bo'lsa jazolanadi sizlar degan ma'noda. O'sh berib ketyapti-da Behbudiy mana shu yerning o'zida. Ismlarda ham hatto katta ma'no bor. Buni e'tibor qilish kerak va Padarkush obrazi
va ana shu jamiyatda faqatgina farzandlar emas, ilmsiz insonlar, jaholatga botgan insonlar ona Turkistonni qanchalik botqoqqa botirishi, tanazzulga yuz tutishini ko'rsatib bermoqchi bo'lgan nom bilan. Bir narsani aytdingiz, keling mana shuni biroz tahlil qilamiz. Bu padarkush emasdi degan iddaolarga qanday javob berish mumkin? Hurmatli muxlislar, gap nima to'g'risida ketyapti? Demak, padarkush asarida bevosita pichoqni Tangriqul sanchadi boyga. Tangriqul bu boyning o'g'lini o'rtog'i, Toshmurodning o'rtog'i. Ya'ni bevosita pichoq boyning o'g'li tomonidan emas, o'g'lining o'rtog'i tomonidan sanchiladi. Va mana shuni ushlab, demak, ayrim tadqiqotchilar fikr bildiradi. Asar padarkush deb nomlanishi biroz g'alizroq. Chunki bu yerda o'g'il bevosita otani o'ldirmadi degan ma'noda. Lekin bu ko'proq menimcha g'arb tomonda bo'lsa kerak. Abbosbek bunday fikr nega? Chunki sharqda Xudo saqlasin bu otaga pichoq qadagan emas, bunga sababchi bo'lganlar ham shu bilan ketib qoladi. Ya'ni bunga deylik bilmasdan emas, ya'ni shuni qasd qilib, shunga bosh qo'shganlar ham shu bilan birga qo'shib ketadi sharqda. Bizni o'sha musulmon qadriyatlarimizda otaga tik qaralmaydigan bir jamiyatda, ya'ni otaga tik qarab javob qaytarilmaydigan, otani aytganini qilinadigan agar u yomon yo'lga boshlamayotgan bo'lsa albatta. Jamiyatda bu ya'ni otani o'limiga bosh qo'shgan o'zi. Bo'lmasa Abdulatif ham padarkush emas. Axir Abdulatif Mirzo Ulug'bekni o'ldirtirib, bevosita o'ldirmadi-ku otasini. Abbos orqali o'ldirdi. Unda u ham padarkush emasmi? Bunaqada hammaga oqlab beramiz. Unda emas. Aynan o'zi Toshmurod padarkush. Endi u nafaqat Abdulatifku u joyda ham yo'q edi, otasi o'ldirilayotgan joyda. Toshmurod bo'lsa, voqea joyida, ya'ni otasini qo'lini tutib qoldiki, kaltakni. Boyagi Tangriqulni kaltak bilan uraman deb ketayotgan joyda kaltakni tutib turibdi. Shundan keyin kelib Tangriqul pichoq sanchmadimi unga? Bu ikki martalab padarkushda o'zi. Albatta. Demakki, nomi bo'yicha bu yerda menimcha biroz axloqiy mezonlarga ham bog'liq bo'lsa kerak. Ya'ni bizning axloqimizda mana shu atrofdagi deyarli hammasi shunga kirib ketadi. Endi bu yerda mentalitet nuqtai nazari ham bor-da. G'arb sharqni ba'zi xususiyatlarini tushunmaydi-da, buni olib qaraganda. Ya'ni padarkushlik degan narsa g'arbda yo'q bu narsa. Bu sharqda bor buni. Shu joyda yodiga kelib qoldi, O'tkir Hoshimovning Davlat xoshiyasi bitiklarida xuddi shunga oid bitgan narsa bor edi. Sharqona demokratiya bilan g'arbona demokratiyaning farqi nimada? Bir hazil suhbat bo'ladi. G'arblik professor aytadi, sizlar sharqona demokratiya deysizlar. Qanaqasi demokratiya bitta-ku. Qanday g'arbcha yo sharqcha bo'lishi mumkinsa, O'tkir Hoshimov tushunmaysiz, baba aytganim bilan qo'ying so'ramaydi. Nimaga desa? Misol uchun, sizlarda g'arbda ota bir ayb ish qilib qo'ysa, bola uni sudga beradigan bo'lsa, nima bo'ladi deydi. Bizda demokratiya bo'ladi desa, bizda bu padarkush bo'ladi. Professor aytadi, padarkush nima deganisi? Aytdim-ku, tushunmaysiz deb deydi. Ya'ni bu yerda mentalitet bilan bog'liq bo'lgan jihatlar ham bor-da, baribir. Albatta. Demak, mana endi boyagi masalaga yana qaytamiz. Abbosbek aynan padarkush obrazini tanlashda eng bilasizmi? Mana zarbada ham eng og'ir zarba bo'ladi-ku. Behbudiy hazratlar mana shuni tanlaganga o'xshaydi. Ya'ni bundan ham og'ir zarba topish qiyin. Nega desang, birinchidan bir begunoh insonni o'ldirish o'zi bu juda yomon gunoh. Juda katta jinoyat. Va hokazo. Endi u yana otasi bo'lsa, bunga nima qo'shiladi? Ya'ni padarkush degan nomni qo'shiladi. Hattoki bu aytadi-ku 6 oydan keyin 6 oygacha bormaydi o'zi degan bir gaplar aytiladi bu narsa haqida. Va Behbudiy hazratlari eng mana shunday jinoyatlarni ham jirkanchini tanlab olib chiqadilar-da. Demak, ahvol shu darajada og'ir bo'lganmi ta'limda, Abbosbek? Nega aynan mana shungacha olib kelyaptilar? Behbudiyning eng katta xizmati bu yerda asar yozishda har qanday ramziylikni chetga surgan holda ochiq oydin bayon qilgan. To'g'ridan to'g'ri. Chunki bizdagi shu davrgacha bo'lgan sahna ko'rinishlari, boshqalarda, ko'cha-ko'ydagi sahnalarda asosan kulgi, yumor orqali ko'sa tagida nimkosa qilib ko'rsatilardi. Din vakillari yomonlanardi, amaldorlar yomonlanardi. Behbudiy esa unaqa nima deydi, ko'sa tagida nimkosa qilib o'tirmasdan to'g'ridan to'g'ri aytadi. Hamma narsani ochiq oydin. Agarda farzandingizni, umuman bir kishi emas, mamlakat o'qitmasangiz, faqatgina o'zi emas, yon atrofdagilar emas, sizga birinchi o'rinda siz
va shu orqali Turkistonga, butun bir jamiyatga, xalqqa ziyon yetadi degan ma'noda ochiq oydin bayon qiladi o'zining fikrlarini. Chunki Behbudiy o'sha davrda faqatgina ilm, ma'rifat sohasida emas, ilmga senzuralar bo'lgan, buni bilamiz. Chetdan senzura bo'lgan, hattoki mamlakat ichidagi o'sha mutaassiblar, mamlakatda istibdodiga sababchi bo'lgan insonlarga xizmat qiladiganlar bu yo'lda ularni ma'rifatga olib borishda to'sqinlik qiladi. Hattoki yangi usul maktablari ochilgan vaqtda Shakuriy bilan Siddiqiylar maktab ochadi. Registonda mullalar, domlalar yig'ilib, ularni kofirga chiqaradi, butun boshli. Katta miting bo'ladi, sizlarni kofirsizlar deb va Behbudiy muftiyligidan lavozimidan foydalanib ularni fatvosini bekor qiladi. Ularda hech qanaqa deydi bir diniy tomondan ham, boshqa tomondan ham asos yo'q, sizlarni kofir deb e'lon qilishlari uchun bu asos yetarli emas deb bekor qiladi. Va jamiyat shu darajada nima deb botqoqlikka botib borayotgandiki, Behbudiyni hamma ilinjlari, umidlari qaysi tomonda so'nib borayotgan bir paytda o'zi to'g'ridan-to'g'ri tragediya janri, yangi asar yo'nalish orqali xalqqa murojaat qildi va Padarkush darajasi shu darajadaki, hali yozilmasdan turib, sahnaga qo'yilmasdan turib, boshqa hududlarda ham uni namoyishlari boshlanib ketadi. Samarqandda qo'yiladi birinchi o'rinda havaskorlar bilan. Tayyorgarlik jarayonida Toshkentdan, Farg'onadan xabarlar keladi. O'sha paytda Avloniy bu yoqda Turon turpasini tuzish harakatida edi. Sizni asaringizni qo'ysak maylimi degan ma'noda xatlar kelishni boshlaydi. Tayyorgarlik boshladik o'sha biz sizni asaringizni qo'yish uchun dedi. Va yana bitta narsa, xalqni ilmsizligi borasida bitta gaplar bo'ladi-da. O'sha paytda Turkiston aholisi endi g'aflatda botganida, ilmsizdi, qolog'ida deymiz. Padarkush 320 o'rinli Narodniy dom degan Samarqandda qo'yiladi joyda. 320 o'rinli joyga odam sig'masdan 50 ta qo'shimcha o'rin qo'ydirishga majbur bo'ladi Behbudiy. Va shunda ham odamlar sig'masa, kelib turib 3 so'm evaziga tikka turib tomosha qilsak maylimi deb so'rashadi. 3 so'm ber. O'sha paytda 3 so'mga ikkita qo'y bergan. Odamlar shu darajada agar qoloq, ilmsiz bo'ladigan bo'lsa, nimaga bu ishni darajasiga shuncha talab, sahna asarini ma'rifatdan bahra olish uchun shu darajada o'zlarini qurbon qilish. Yo'q, bu yerda faqatgina butun bir jamiyat ilmsiz emas edi. Demak, bu yerda Behbudiy hazratlarining maqsadi yanada ko'tarish tepaga. Shunday. Ilm, ma'rifatni shu darajaga olib chiqish kerakki, ya'ni ma'lum bir bosqichda turibmiz hozir. Lekin bu kam. Bu yetmaydi. Mana keling shu joyda bir Abbosbek hozir mana fikringiz bilan bir joy shunaqa to'g'ri kelib qoldi, qarang. Mana shu joyini o'qib beramiz, qarang. Xat va domla aytyapti. Muxlislardan iltimos qiladi, shu joylar mana yaxshi eshitish. Mana hozir bular aytyaptilar-ku, ya'ni ilmsiz emas jamiyat, ilmsiz emas. Qarang aytyapti. Domla boyga aytyapti. Xat va savodga ne dersiz? Holbuki savodi yo'q odamdan hech nimaga yaramaydir. Savodi yo'q odam hech nimaga yaramaydir. Boy aytyapti. Bu fikringiz g'alati. Chunki meni savodim yo'q, bovujud. Bu shahrimizning katta boylaridandirman va har ishni bilurman. Domla aytyapti. Siz ilgari zamonda bir navi ila boy bo'libsiz, ammo endi boy bo'lmoq nari tursin, faqat ro'zg'or o'tkazmoq uchun ham ilm kerak. Ko'ramiz, 20-30 yildan beri barcha savdo ishlari Armani, Yahudi va boshqa ajnabiylar qo'liga o'tdi. Buni sababi bizlarning o'qimaganimizdir. O'qimagan boyvachchalarni ko'ramizki, ota molini barbod etar va oxiri xor va zor bo'lar. Binobarin o'g'lingizni o'qitmoqni sizga taklif qilaman deb domla aytyapti, qarang. Mana bu joyi. Ya'ni Behbudiy hazratlari shu vaqtgacha bor ilmlarimiz shu kunimiz uchun. Lekin rivojlanmoqchi bo'lsak, biz keyingi pog'onaga o'tishimiz kerak. Chunki aytayaptiki, mana ilgari zamonda bir amallangandir, lekin endi ilmsiz tirikchilik ham qila olmaysan, deyapti. Ya'ni bu yog'iga yana ham rivojlanish kerak. Shunaqa, ya'ni bizni ilmlarimiz endi o'smay qolgan edi-da, rivojlanmay qolgan edi. O'zimizda ilmimiz juda kuchli, maktablari bor, shakllangan. Lekin dunyoni bizdan ilgarilab ketib qoldi ular. To'satdan 20-asr boshlarida dunyo osmonda samolyotda uchyapti. Biz esa hali ham bir mayda-chuyda narsalar bilan aralashib yuribmiz. Behbudiy aytadi, hattoki yahudiylar deydi bir nimasida. O'liklarni ba'zida kechqurun olib borib ko'mishadi. Shuna odatlari bor. Ya'ni kunduzi ishdan, boshqa tirikchilikdan qolmaslik uchun. Biz esa o'lik uchun 40 kunlab ishimizdan qolib, aza tutib, nima deydi, choy-chaqa sarflab o'tiramiz deydi. Dinimizda o'zi aytib qo'yibdi, 3 kundan keyin aza yo'q deb, qani.
Hatto shunga ham amal qilinmaganda. Ana shuning uchun bugungi kundan agarda shu holatga ketadigan bo'lsak, bizni boshqa rivojlangan mamlakatlar o'zini siquviga oladi, istibdodga mubtalo bo'lamiz degan g'oyani bermoqchi bo'ladi. Mana shu yerda yana bitta narsani aytib ketaman. Jamiyatda shu darajada ediki, ilmli insonlarga hurmat, ya'ni o'qishga hurmat. Xayrullo degan nimasi bor? Yordamchisi bor. Yordamchi. Boy aytadi, "Qani Xayrulloga men 7 so'm pul beraman" dedi, mazalik qiladi, mehmonxonaga qaraydi, menga kitob o'qib beradi dedi. Ya'ni 7 so'm 1 oy uchun. Shu yerda yana bitta obraz bor. Liza obrazi bor. Qabiha ayol. Haliginday ayol. Va unga uni bitta xizmati 15 manat turadi. So'm bilan manat. Manat sal yuqoriroq nimasida. O'qigan insonni 1 oylik oyligini qarang-ku, bir ayolni, bir yomon yo'ldagi razil ayolni bitta xizmatining narxini qarang. O'sha vaqtda nima deydi, jamiyat shu darajada ketayotgandiki, asta-sekinlik bilan ilm ma'rifatdan yiroqlashib, boshqa maishatga, chetdan kirib kelayotgan o'yin kulgularga oshnolik kuchayib ketgan edi. Va bu narsa qanaqadir behbuding to'qimasi emas edi. Oyna jurnalining 1913-yilgi sonida Samarqand xabarlari degan bir rukun bosiladi va o'sha yerda aytiladi. Samarqand shahri vokzali yaqinidagi bir fohishaxona din ulamolari va ilm ziyolilarining talabi bilan yopildi dedi. Chunki u yerda 200-300 nafar rus, tatar ayollari u yerga kelib turishardi degan narsani aytadi. Ya'ni jamiyatda bu narsa asta-sekin avj olayotgan edi. Buni to'xtatishning iloji yo'q edi deyarli. Va bu narsani nima uchun bu darajada avj olib ketdi? O'sha paytda bizni yurtimizga kelgan insonlardan Bartoltni bir asarida gap bor. 1878-yilda dedi, biz bosib olgan hudud Farg'ona viloyati haqida gapiradi. Farg'ona viloyatini shu darajada sokin, tinch hudud ekanligiga hamma hayron qoldi. Osoyishta hududi juda dedi. Va 1901-yilda yillik hisobda 27 ta qaroqchilik, 26 ta o'g'rilik hisobga qayd qilingan. Jami o'lkada Farg'ona vodiysi bo'yicha. Va 1910-yilda esa Farg'ona vodiysidagi jinoyatlar soni butun Rossiyadagi jinoyatlar sonidan 2 barobar oshib ketdi dedi. Va buni sababi nima dedi? Xalqni chetdan kirgan rossiyaliklarni ichishga, chekishga urg'u berishiga ular xalq moyil bo'lib qoldi. Alkogolizm kuchayib ketdi dedi. Xalq boshqa millatlarni ilm ma'rifatini emas, ko'proq maishiy hayotini yengil-yelpi tarziga moslashish boshlandi. Shu narsani o'zlariga olish boshlandi dedi. Endi o'rganish osonda buni. Aynan buni nima deydi? Ildizi ham mana shu yerda-da. Qaring behbudi ham aynan mana shu joyni alohida, ya'ni padarkushlikka sabab bo'ladigan joy sifatida mayxonadan boshlayapti-da. Bu yerda boyni uyi, qaysidir ma'noda ilmsizlik, o'quvsizlik, ma'rifatsizlikning uyi, mayxona bu shayton qullarining uyi, malaylarining uyi. Qaysidir ma'noda. Bu yoqda mayxonada har xil rejalar bo'ladi, yomon illatlar, boshqalar, hamma ilmsizlar yig'iladigan joy. Boyni uyi esa ma'rifatsizlik uyi. Boy bolasini o'qitishni xohlamaydi. Bolalar esa oxiri borib mayxonaga borishadi. Mana oxiri qanday ishlar bo'ladi? Ya'ni Behbudiy hazratlari bu yerda obrazlarni tanlaganda e'tibor beradigan bo'lsak, qarang, din va dunyoga ajratmaganlardi. Mana bu haqiqiy, mana bizni ajdodlarimizning tutgan yo'li. Haqiqiy to'g'ri yo'lni tutishgan. Masalan, boyni oldiga avval domla kelyapti. Domla kelyapti. Din va dunyodan xabardor domla kelyapti. Haligi domla mana uni dunyoviy joyda o'qitmang, falonchi joyda o'qitmang demayapti. Qayerda o'qitasiz deyapti-da, savol beryapti. Xo'p, madrasada o'qitasizmi? Yo'q. Falonchi maktabda o'qitasizmi? Yo'q. Hech bo'lmasa xat savodini chiqararsiz? Yo'q. Bu nima qilmoqchisiz degandek. Qarang, ya'ni siz u yerda, chunki endi ayrim hollarda ko'ramiz-ku, ba'zi asarlarda siz eski maktabga bermoqchimisiz, bermang. Yoki yangi maktabga bermoqchimisiz, bermang. Unisi ham buzilib ketadi. Mana shunday bir fikrlar bilan. Yo'q, bu yerda asosiysi ilm olishga qiziqtirish. Domla obrazida ham, ziyoli obrazida ham. Ya'ni hech birini bir-biriga dushman qilib qo'ymayapti. Bu yerda dushman umuman ilmsizlik dushman bu yerda. Shunday. Millat bir-biriga dushman emas. Bu yerda ilmsizlik dushman. Bu yerda mayxonada o'tirib, hali rosa may ichib, chilim chakib, yana chiqib jinoyatga qo'l urish, mana bular dushmanligini ko'rsatib beryapti-da. Albatta. Ya'ni obrazlarni tanlashda ham bekorga emas ekan bu asarning muvaffaqiyat qozongani.
Albatta. Bekorga aytmaymiz, o'sha vaqtda Samarqandda qo'yilishi bilan keng miqyosda Behbudiy aytadi, aniq sonlari hozir esimda yo'q, mana shuncha spektakl qo'yildi Samarqand hududida. Bulardan mana shunchasi mendan ruxsat so'radi, mana shunchasi ruxsat so'ramadi dedi. Ya'ni asarni ko'rib turib, boshqa hududlarda Behbudiydan ruxsat so'ramasdan ham qaysidir ma'noda qo'yilish boshlandi. Ya'ni xalq asarni holatini bildi, undagi tagidagi ma'noni, nimaga da'vat etayotganini, Behbudiyning maqsadini va asarni kuchini his qildi. Boshqa hududlarda ham, Toshkentda qo'yilishidan tashqari darrov Farg'ona vodiysida gastrollar uyushtirildi. Aynan Padarkushni qo'yish bilan xalqni ichiga ma'rifatni mana shu Padarkush orqali yo'yishga harakat qilindi. Va qaysidir ma'noda balki bu keyinchalik bu asar sahnadan tushdi, teatr rivojlanib, boshqa asarlar bo'ldi, lekin Padarkushni ahamiyati mana bugungi kungacha, hozirgi kunda ham o'zgarmagan. Qarang, bu yerda mana shu odamlarning bir-biriga munosabati, ya'ni din olimlari va boshqa ziyoli olimlarning bir-biriga munosabati juda ham ajoyib, ya'ni bir axloqan juda go'zal keltirilganda. Mana ziyoli keladi boyni oldiga va Xayrullohga yordamchisiga aytadi, kurs keltir deydi, bu odam deydi chordana qurib o'tira olmaydi deydi. Va kurs keltiradi, bu odam o'tiradi va ziyolini savolini qarang. Ajoyib. Janob boy, sizni kayfsiz, ya'ni kayfiyatsiz ko'ramiz. Mumkinmi sababini bilsam, boy aytayapti, qarang. Bir mullo kelib edi. O'g'lingni o'qitmaysan deb juda jonimni oldi. Ya'ni o'qitmayapsanmi deb, ya'ni o'qitmayapsan, ya'ni malomat. O'g'lingni o'qitmayapsan deb juda jonimni oldi. Quvlagandek qilib zo'rg'a qutuldim. Faqat mushlashmadik xolos. Va ziyolini qarang javobini. Anaqa odamlarga qarab aytibdi. Ha, qiziq. Interesli hodisa. Qarang. Bu shaharda, bu qanaqa kuchli gaplar, hurmatli Mursa, qarang. Bu shaharda boylarga amri ma'ruf qila turgan mulla bor ekan, Xudoga shukr deyapti, qarang. Ul janobi haqqoniy domunlarni topib ziyorat qilmoq kerak deydi. Qarang, shu darajada ular anqon urug' demoqchi-da. Boy afandi, sizga malol kelmasin. Ushbu to'g'rida men ham sizga qachonlardir bir necha so'z aytmoqchi edim va ammo soati ushbu daqiqaga mafquq ekan. Endi sizdan iltimos qilamanki, bir necha daqiqa menga quloq bersangiz, ilm naf to'g'risida so'zlay. Endi o'zi boy bezor bo'lib turibdi. Abbosbek, men hozir boyni tasavvur qilib ko'ray, ya'ni boyni terisiga kirib deydi-ku, o boyni tasavvur qilib ko'rdim hozir. Olovga benzin sepganda yana ustiga chiqqandek qaytib kelib, Ziyoli ham xuddi shu gaplarni gapiryapti. Ziyoli ham uni o'qitish kerakligi to'g'risida unga amr ma'ruf qilyapti. Ha, o'sha vaqtda Behbudiy bobomiz hozirgi kunda ham bu narsa amalda. Hozirgi kunda ham o'zini ahamiyatini dolzarb masala. Mamlakat aysh-ishratga, maishatga, ko'ngilxushlikka juda avj qo'ygan to'ylarimiz, marakalarimiz dedi, juda aqlga sig'maydigan daraja dabdabali bo'ladi dedi. O'sha maraka, to'yi ketadigan xarajatlarni agar bolalaringiz sarflasangiz dedi, ularni ilmli, dunyo ilmlaridan baxabar qilasiz, jamiyatni ma'rifatli, ilmli qilasiz dedi. O'sha vaqtda Behbudiy bundan 100-150 yil oldin aytayapti bu narsani. Bugungi kunda ham hali o'zgarmagan. Jamiyatdagi muammolar o'sha davrda ham bor edi, bugungi kunda ham bor. Va qaysidir ma'noda vaqt o'zgaradi, ba'zi bir muammolar o'zgarishi mumkin, yuzaki muammolar, lekin jamiyatning ichidagi, xalqning ichidagi nima deydi, ma'rifat bilan, ilm bilan bog'liq bo'lgan, mentalitet bilan bog'liq bo'lgan ba'zi bir muammolar yillar davomida ham o'zgarishi uchun juda qiyin masala ekanda, qaysidir ma'noda albatta. Behbudiy maqolalarini o'qisangiz, har bitta maqolasida jamiyatdagi har bitta illatga alohida maqola yozgan. Maqolalar o'zi butun bir dunyo, boshqa Behbudiyni kashf qilasizda va aytasizki, qanaqadir hech o'zgarmagandek jamiyat. Hali hamon kurashmoqdamiz. Behbudiy kurashni boshlab bergan edi, biz hali ham davom ettiryapmiz o'sha kurashlarni. Jamiyatda o'zgarishlar, ilmga intilishdi, bolalarni o'qitish bugungi kunda ham hatto davlat miqyosida kerak bo'lsa aytilyapti, targ'ib qilinyapti, islohot o'tkazilyapti. U paytda jadidlarni o'zlari edi. Davlat miqyosida emas, davlat qarshi edi o'sha vaqtda. Nima deydi? Hattoki Olimxonning o'zi Behbudiyga qarshi bo'lgan. Behbudiy bilan kelishmagan ba'zi fikrlari. Olimxon unchalik xushlamagan. Va Behbudiyni o'ldirilishi hattoki mana shu borada Qashqadaryo. nima deydi?
kelishmovchiliklar bor kim o'ldirganligi borasida. Siyosiy o'yinlar bor edi. Samarqand aholisi Behbudini juda xush ko'rardi, juda yoqtirardi, albatta hurmat qilardi, e'zozlardi. Buxoro hukumati esa unchalik xushlamas edi, yoqtirmas edi va harakat qiladi Rossiya buxoroliklarni qo'li bilan Behbudini o'ldirishga va Samarqand ahlini Buxoroga qarshi ko'tarishga. Ya'ni Behbudini o'ldirilsa, xalq Behbudini himoya qilib, uni o'lgani uchun xonni taxtdan ag'daradi deb niyat qilishadi, lekin bu unga o'xshamaydi. Va hozirgacha ham bu aniq emas Behbudi kimni qo'li o'ldirilgani, Chor hukumatinimi yoki aynan Olimxonni qo'ldan o'ldirilganligi. Bu o'sha vaqtda Behbudini obro'si mamlakat miqyosida qay darajada ekanligini ko'rsatib beradi bemalol. Rahmat. Mana endi obrazlar haqida sizni xususiy, umuman subyektiv fikringiz qiziq, Abbosbek. Tadqiqotchi sifatida sizningcha qaysi obraz yetarli darajada baholay olmayapmiz mana shu asardagi? Mana shu obrazlarni muxlislarga ham sanab o'tsak. Xo'p, Demak, birinchisi boy obrazi, hurmatli muxlislar, bu demak 50 yoshlar atrofidagi boy inson, ilmdan biroz bexabar. Toshmurod boyning o'g'li 15-17 yashar, domla, yangi fikrlik mulla deyilgan, ya'ni din odami, 30-40 yashar, ziyoli, Yevropacha kiyingan, bizdagi kiyingan odam, o'rischa o'qigan. Endi u vaqtda o'sha bildirib ketilgan bu narsa, ya'ni ruscha bilishi ham, o'rischa o'qigan, lekin u yog'ini millatchi musulmon. Ya'ni qarang, bu yerda hamchi o'sha millat deganda musulmonligini aytayapti, ya'ni millatchi musulmon. Xayrullo boyning mirza va mahrami 18-20 yashar, Tangriqul boyning qotili Toshmurodning o'rtog'i. Davlat bilan Nor, ya'ni bu ularning anaqasi, hamtovoqlar. Liza rus xotini qabiha shaklida deyilgan, ya'ni boyginday. Artun armani mayxonachi, ya'ni boyigi mayxonani egasi. Pristuf politsiyachilar, boyvuchcha, endi boyvuchcha deylar, boyvachcha bu boyning ayoli. 35-40 yoshlar. Mana shu obrazlar umuman mana asarda bor. Endi toza subyektiv fikr bo'lishi mumkin. Sizningcha qaysi obraz bu yerda deylik biz unga yaxshi e'tibor bermaganmiz sizningcha? Yoki achinarli deb hisoblaysiz mana shu obraz? Bu asar hali ko'p tadqiqotlarga muhtoj qaysi tomonda, aynan obrazlar. Har bitta obraz bo'yicha kerak bo'lsa butun bir maqolalar qilish mumkin. Boy obrazi, boshqa. Chunki Padarkush haqida qilingan asosiy ishlar bu o'tgan asrda qilingan, umuman Behbud ijodi bo'yicha va olimlarimiz ko'p jihatdan kerakli gaplarni endi ayta olishmagan, qo'rqishmas-ku-ya, ko'p gaplarni ayta olishmagan. Endi toza sovet davri bo'lib qolganda undan keyin ayta olishmagan va ana endi kerak bo'lsa har bitta obraz bo'yicha ich-ichiga kirib tahlil qila olish kerak. Bu yerda boy kim, haqiqatan Turkiston timsolimi yoki oddiy bir inson olasimi, Toshmurod kim, kimlarning obrazi, Xayrullo kim, u Xayrullo o'qimishli insonlarni kimlarni, men o'zi alohida shunga ham e'tibor bermoqchi edim, ya'ni Xayrullo bu mirza va mahrami deyiladi-ku. Demak, o'qish yozishni biladigan, o'qishni yozishni bilgan kimni timsoli aynan u. Bu mulla ham emas, jadid ham emas, u kim u? Lekin ilmli inson. Ilmli, lekin boyning xizmatchisi. Boyga xizmat qilyapti. Bu yerda nima berilmoqchi bo'ldi deymizda, mana shu o'zi savoldan maqsadida o'zi shu Xayrullo obrazga yetib kelsak, men shuni so'ramoqchi edim, Abbosbek. Boshqa obrazlar aniq. Boy aniq, o'g'li aniq, qotil o'rtoqlari aniq, boyi xotini tushunarli, boy bo'lgandan keyin hali yosh katta erkak bo'lgandan keyin xotini bo'lish tushunarli. Xo'p, politsiyachilar tushunarli, qotillik bo'lgandan keyin politsiyachilik yetib keladi. Liza tushunarli, hamma davrda shunaqalari, mayxonachi. Lekin Xayrullo obrazi bu yerga qanchalik kerak edi o'zi degan. Aslida Xayrullasiz ham ish bitib ketishi mumkin edi asarda. Boyni oldiga domla keldi. Boyni oldiga ziyoli keldi. Hech kim. Va boyni oldiga to'g'ri kirib ketdimi? Nima yordamchi yo'q, to'polon qilmasdi. Lekin Behbudiy hazratlari bu yerga Xayrullo obrazini kirityaptilar. Xayrullo obrazi bu 18-20 yoshdagi ilmli bola, yigit. Lekin u boyning xizmatida eshik og'asidek xizmat qilib turibdi. Ya'ni kelganlarni olib kiryapti, olib chiqyapti. Ya'ni ilm boylikka xizmat qilib qolayotgandek, qandaydir bir boyning ishlarini Xayrullo yurgizyapti.
asl ma'noda. Boy bu yerda asosiy inson, Ish boshqaruvchi. lekin u ilmi yo'q. Bir nav bilan boy bo'lib qolgan deydi. Balki u bobo otalaridan meros qolgandir, boyliklari, boshqa omadi kelib qolgan. Bu hech qanaqa katta boylik to'plamagan o'zi. Xayrullo uni ishlarini yuritadi. Jamiki hisob kitoblarni mirzaligini ham o'qiladi, mehmonxonam bor, mehmonxonani ishlarini yuritadi, menga kitob o'qib beradi deydi. Jamiki ishlar Xayrulloning qo'lida. Faqatgina Xayrulloga boy oylik to'laydi. Bu yerda. Ya'ni ilmli inson boyni jamiki ishlarini, agarda boyni o'zi o'qimishli bo'lganida, bolasi o'qimishli bo'lganida, boyni jamiki xizmatlarini, ishlarini o'zini qo'liga olgan bo'lardi Toshmurod. Bu yerda baribir ilmli insonga ish tushyapti boyni. Majbur bo'lyapti ilmli yigitni yoniga mirzalik, shogirdlik qilib olishga. Xayrullo obrazini alohida tahlil qilish kerak. Albatta nima deydi? Astoydil bu yerda yana ayol, boybichcha obrazi ham bor. Boyni xotini. Boyni xotiniga u qadar urg'u berilmaydi. U qanaqa ayol edi, ilmlimidi, ilmsizmidi? Oxirida sahnada ko'rinib qoladi. Qanaqadir nima deydi? Hali butun Tanay dashnomni eshitib ketadi. Hali boy eshitish kerak bo'lgan gapni oxiri xotini eshitib ketadi. Shunaqa. Ozginagina nimali obraz, kelishmovchilikli obraz, bir aniq bir fikrlar yo'q boybichcha haqida ham. Aynan Xayrullo, boybichcha obrazlari alohida tahlilga muhtoj bo'lgan obrazlar. Haqiqatda boybichcha obrazi bu yerda oxirida butun mana domla butun gapini boybichchaga gapiradi. Boyning ayoliga gapiradi. Ya'ni bu yerda ham o'sha ayolning oiladagi o'rni, farzand tarbiyasidagi o'rnini bir ko'rsatib ketmoqchi bo'ldi-da. Ayollar o'qishi kerak hech yo'q degan ma'nodagi fikrlarini berib ketmoqchi bo'lgan. Qandaydir shuni chiroyli qilib berib ketyapti. Otalar o'qitmayaptimi? Otalar bo'lmasa ham onalar farzand tarbiyasida birinchi o'rinda. Onalarga nasihat qilish kerak. Agar ona ilmli bo'lganida o'zi o'rgatib qo'yardi uncha narsani. Jadidlarimizning ko'plariga e'tibor qiladigan bo'lsak, onalar o'qimishli bo'lgan. Shunday. Juda ko'pchilik. Onalarning maktabi bo'lgan. Onalarning maktabi bo'lgan. Hattoki bir maktab tahsil ko'rmagan bo'lsa ham o'zi bir nima deydi? O'zi o'qib, kitoblardan bir kuy qo'shiqlar, dostonlar, boshqalarni yoddan biladigan. Onam oddiy ayol edi, Navoiy va Bedilni o'qirdilar deydi. Bu bugungi kunda buni tushunish uchun Navoiyni bugungi kundagi inson qolmaydi. Shu Hayratul Abrorni kimnidir qo'liga berish kerak-da. Mana shuni o'qiginda sharhsiz bir tushunib bergan deyish kerak. Lekin u yerda aytayaptiki, onam oddiy ayol edilar, Navoiy va Bedilni o'qirdilar. Endi bu kamtarlikmi yoki siz maqtab ketdingizmi deydi-ku. Mana shunday onalardan ziyoli farzandlar tug'iladi. Va bu yerda hurmatli muxlislar, biz taklif qilamiz, mana shu Padarkush asarini yana bir bor qayta o'qib chiqishi kerak. Bu har doim dolzarb. Chunki har davrda ilmsizlik, qarang, ilmsizlik mana bu davrda o'tadi, mana bu davrda o'tmaydi degan narsa yo'q-da. Ilmsizlik har davrning fojiasi. Har davrning fojiasi. Hattoki Sovet davrida ham. Mana aytamiz sizga. Sovet davri mustamlakachilik, Moskva hammasiga hukmron, hammasi Moskva uchun va hokazo. Lekin o'sha davrda ham agar kuchli ilmli bo'lsangiz, o'zingizni ushlab turgansiz. Shunday. Ilmsizlarni o'sha vaqtda ham xor qilishga harakat qilgan. Sovet davrati ham. Ayniqsa mustamlakachi. O'zingni rahbarlaring-ku senga rahmi keladi. Mustamlakachini umuman rahmi kelmaydi. Masalan, deylik, ilmsiz bo'lsang, O'zbekistonda ham seni xor qilmaslikka harakat qiladi. Hali ijtimoiy himoya bilan nimadir qilib bo'lsa ham, lekin mustamlakachiga sen hech kim emassan. Qarang, o'sha vaqtdagi buni balki alohida ko'rib chiqarmiz. Ayrim olimlarimiz, Abbosbek, ayniqsa geologiya, foydali qazilmalar sohasida faoliyat yuritgan olimlarimiz ayrim konlar ro'yxatini bermay ketgani to'g'risida rivoyatlar bor. Hozircha rivoyat deyotganim, biz uni asosini topgandan keyin to'g'risini aytishimiz kerak-da. Shundayinki, o'shalarni hali bir kun kelib mustaqil bo'lganda chiqar deb kimlargadir aytib ketgan. To'g'ri, ular keyin yana ochilib ketgan ekan. Ya'ni kimlargadir yaxshi ko'rinaman deb, kimlargadir yaxshi ko'rinaman deb sotib qo'yganlar bo'lgan ekan. O'sha Habib Abdullayevlar to'g'risida aytishadi, o'sha olim odamlar, akademiklar qaysidir xaritalarni bermagan aytiladi. Sovet hukumatiga. Oltin chiqishi mumkin bo'lgan joylarni, taxminlarni aytmaganki, bir kun kelib yurtimiz mustaqil bo'lganda ochiladi deb kimlargadir aytib ketgan. Lekin u kimlardir kimlarga yaxshi ko'rinish uchun ularni sotganligi to'g'risida aytiladi. Endi 5-kolonna degan narsalar bor. Mustamlakachilarga ishlashni yaxshi ko'radiganlar bor. Ilmsizlik har davrning fojiasi. Ilmsizlik har davrning fojiasi va bu yerda boybuchchaga domla juda achchiq gaplarni gapiradi. Boyingizda nasihatga quloq solmadi.
va oxiri ushbu yomon hodisa paydo bo'ldi. Endi sizga ochig'i sabrdan boshqa iloj yo'qdir onajon. Alloh sizga sabr bersin. Uyingizni nodonlik buzdi deydi. Birgina jumlalik. Uyingizni nodonlik buzdi deyapti. Qani, uyingizni jinoyat buzdi, uyingizni u buzdi, bu yo'q, ichkilik buzdi ham demayapti. Qizig'i, uyingizni ichkilik buzdi demayapti. Yoki uyingizni o'g'lingizni yomon o'rtoqlari buzdi demayapti. Yoki o'sha qimorda u qimor o'ynab nima yo'q, nodonlik buzdi. Ilmsizlik buzdi uyingizni. Ya'ni masalani davolash emas, profilaktikasi doim yaxshi foyda beradi. Albatta. Albatta kasal bo'lgandan keyin davolanadi, lekin kasal bo'lmaslik yo'li. Masalan, ichib olib to'polon qiladiganni ichmaslikka o'rgatish yaxshi, lekin u ilmli bo'lsa o'zi ichmasdi. Boy Ziyoli bilan mulla bilan gaplashib o'tirgan paytda bir og'iz so'ramaydi. Xo'p, o'qit deyapsan. O'qitmasam nima bo'ladi degan savolni bermaydi. Bir og'iz. Chunki o'zi aniq edi, voqealar rivoji qayerga olib borishi aniq edi. Boy bir og'iz agarda o'sha davrda misol uchun so'raganida, bu xulosani tomoshabinga beradi. O'qitmayaptimi? Oxiri nima bilan tugashi aniq. Behbudiy mana shunday xulosani beradi va bu yigitlarni deydi boyni o'ldirgan va bu yigitlarni azobi abadiyga giriftor qilgan bu ilmsizlik deydi. Tomoshabinlarga qarata oxirida Ziyoli. Nima deydi? O'sha vaqtda Behbudiy va Behbudiyga yondosh bo'lgan jadidlar, boshqa jadidlar mamlakatni yuksaltirishga, ularni xalqni ilmli qilishga, ma'rifatsizlikdan olib chiqishga juda katta bel bog'lashgan edi, lekin bir jihat alamli bo'ladi. Behbudiy vafot etganida ozgina o'tib Hoji Mo'yin, o'zining shogirdi Hoji Mo'yin maqola yozadi. Behbudiy bir asorangiz suratda chiqib ketdi Samarqanddan. Mana 1 yilga yaqin xabar yo'q. Lekin Behbudiy yonib kuyib, ular ilmli qilishga undagan Samarqand yoshlari Behbudiy haqida qiziqib ham ko'rmaydi dedi. 1 yildan beri yo'q, dom darak yo'q, lekin bizning yoshlar hatto so'ramayapti ham Behbudiyni. Qanaqadir alamli gap bilan aytadi. Behbudiy bu millatni shu darajada ilmli qilishga jonini berdi, boshini tikdi, lekin o'limi haqida hattoki Bakuga, Behbudiy o'lganda Bakuga ma'lumot yetib borgan. Biznikilar turkistonliklar Baku orqali eshitishgan. Bizdan turkistonlik bir rahnomo, jadid, buyuk jadid vafot etyapti. Turkistonliklarning xabari yo'q. Baku orqali yetib kelyapti Behbudiyni o'lganligi haqida. Nima deydi? Bu xalqni ziyoli qilishga intilib, oxirgi oqibatda o'zini umrini xazon qilgan Behbudiy qaysidir ma'noda agarda millat o'sha davrda birlashganida edi, agarda Behbudiyni yonidagi safdoshlari, uni maslakdoshlari ko'proq bo'lganida balki ba'zi orzularini amalga oshirishga vaqt topardi. Behbudiy Qarshiga ketayotganda o'sha paytda Millatlar Ligasi suvga chiqmoqchi bo'lgan. Bilamiz. Oxirgi chora. Hattoki yildan yilga Behbudiyning fikrlari qat'iyatlashib boragan. Maktab ochdi, bo'lmayapti, o'qityapti, bo'lmayapti, firqaga Turkiston muhtoj qilaylik deyapti, bo'lmayapti. Dramalar yozdi, xalqni ko'taringlar, sal ilmli bo'linglar dedi. Yo'q, ta'sir qilmadi. Muxtoriyat tuzildi, tarqatildi. Ana endi oxirgi nuqta Millatlar Ligasida kerak bo'lsa chiqib jahon minbarida Turkistonning nomini himoya qilishi, lekin oxiriga yetmadi o'zini nima deydi missiyasi, vazifalari. Ilmsizlikning oqibatida kerak bo'lsa Behbudiyning o'zini ham ilmsizlik, jamiyatning ilmsizligi qurbon qildi desa bo'ladi. Hurmatli muxlislar, marhamat, savollaringiz bo'lsa, mavzu yuzasidan iloji boricha endi muhokamalardan qanday naf bo'ladi? Endi ilmga targ'ib nima deyishimiz mumkin va keyin yana bir narsa, mana shunday asarlarimiz bor, ularni yana bir bor eslatib o'tish. Chunki biz aytamiz, Behbudiy bizni bobomiz, hop, Behbudiyning asaridan nima bilan targ'ib qilgan bu bobomiz, nimalar yozganlar o'zi desa jim turib qolmaylik degan ma'noda men hozir mana savolnomani o'qib beraman. Mana hozir nima naf deyotganlarga-da. Padarkushni o'qiganmisiz deb so'rovnoma tashkil qildik hozir mana shu kurs davomida. Va javob berganlar 14% gina ha albatta deb javob beryapti. Tasavvur qilyapsizmi bu mana holatimiz? Ha, faqat yodimda yo'q 4%. Endi yoshligida o'qiganlar. Jami 18% uzrli ketdi. Endi u yog'ini eshiting. Yo'q, o'qimaganman 63%. Savol javobda qatnashganlar. Undan ham yomonni aytaman. Endi eshityapman deganlar 19%. Abbosbek, bu mana holatimiz. Ya'ni endi men hamma bu narsani bilishi shart edi degan ma'noda emas, lekin Behbudiy bizni eng jadidlarni, hali
jadidlarni old qatorida 3 ta odam tursa, shundan bittasi Behbudiyku o'zi. Ya'ni birinchi qatorda turganlarni 3 ta desak agar 3 ta bo'lsa bittasi, 2 ta bo'lsa ham bittasida o'zi Behbudiy. Agar bitta bo'lsa ham men aytgan bo'lardim. Ko'pincha endi men Munavvar qori bilan Munavvar qori hazratim bilan Behbudiy hazratim doim birga olaman deb men aytaman, bularsiz jadidchilik bo'lmasdi deyman. Men uchun bular juda ham boshqa bir jadidlar. Ya'ni bular ham nazariy, ham amaliy jihatdan men uchun bular juda boshqa jadidlar. Ya'ni xalqni ma'rifat uchun harakat qilgan. Kecha qiziq holat, mana hamkasbingiz Zavqibek bilan suhbatlashamiz. Munavvar qori Abdurashidxonov qatag'on bo'lib ketgan darsliklar o'qitilaverganda. Yo'q, shunaqasi ham bo'ladimi? Hali o'zi qatag'on bo'lib ketgan. Xalq dushmaniga aylanib ketyapti, lekin darsligi undan keyin ham o'qitilyapti-da. Chunki yo'q boshqa. Yo'q boshqa. Bundagi darslik tuzish oson emas. Mana hozir ko'ryapmiz-ku, darsliklar ustida qancha masala. U yoqqa tortiladi, bu yoqqa tortiladi, uni yaxshi chiqibdi, bu yomon deydi, ozgindan keyin bunisi unaqaga o'zgarib ketadi. Munavvar qorining o'zlari qatag'on qilingandan keyin ham darsliklar o'qitilgan. Mana shunday jadid bobolarimiz bor. Bu jadidlarni eng katta nima deydi, xislati deymizmi, ularni birlasha olganligi. Agarda bugun ham millatni ziyolilari birlasha olsa, ana shunday jadidlar, millatni ko'taradigan insonlar yetishib chiqadi. Va bu bugun oson. Bugun osonroq. Chunki u davrdan ko'ra. U davrda mustamlaka tepangizda turuvdi. U vaqtda boyagi nima deydi, ramziy ma'noda oq podsho. Shunday. Ular eng katta yutug'i birlasha oldi. Bir-birini qo'llab, bir-birini ishini davom ettirdi. Behbudiy boshlab bergan ishlarni boshqa hududlardagi qaysi hududda bo'lishidan qat'iy nazar jadidlar davom ettiradi. Darslik yozdimi? Darslik yozishardi. Islom tarixiga oid asar yozdimi? Boshqalar ham xuddi shuni davom ettirardi. Sahna asari yozdi. Darrov sahna asarlari dunyoga keldi. Behbudiy andoza edi boshqa jadidlar uchun. Astar ma'noda. Va ularni boshini chopish bu Behbudiyni o'ldirish edi. Behbudiyni o'ldirish orqali ularni yo'qotmoqchi edi qaysi ma'noda. Jamiyatni o'sha davrdagi holatlarini Fitrat o'zini munozara asarida bitta gap aytadi. Yevropada, Turkistonda, Istanbulda yurgan vaqtda yozgan munozarasini. G'arb deydi, bugun telegraflar, samolyotlar ixtiro qilyapti deydi. Bizni bo'lsa rivojlanishimiz sopol idishlardan nariga o'tgani yo'q deydi. Bu holatimizga tfu deydi. Eshik va devorimizdan xijolat chekishimiz kerak hattoki deydi. Behbudiy munozarasi o'shalar uchun o'qitilmagan, Turkistonga olib kirilishi taqiqlangan. Shakuriy domla Istanbulga borgan vaqtda o'zini choponichiga munozaradan bir 15 dan 16 dan sop olib kirgan bu yoqqa. Chunki bu yoqda o'qitilgan Behbudiyni maktablarida, Turkistonda chiqarilmagan, Istanbulda chiqarilgan, u yoq tarqatilgan, Fitratni bu yoqqa kirish taqiqlangan munozarani orqasidan hattoki. Endi nima deydi, bu mamlakatni jamiyatni ko'tarish uchun kerak jadidlar har qanday holatga o'zlarining jonini tikishga ham tayyor edi-da. Ular qaytmasdi bu fikridan. Faqatgina o'limgina ularni yo'ldan qaytarishi mumkin edi. Va shunday ham bo'ldi. Abbosbek sizga kattakon rahmat. Kelgusi ko'rsatuvga ko'rishguncha salomat bo'ling. Rahmat, sog' bo'ling.